Күнді бір капан психик өгінәлі сәйіпсінің ең саныны көңіл арамыңлаға сұнмақчымын. Бүгін достарымыз білән салаят психологиясы хақыдагы мәзмұнлар білән ортақлашып өтіміз. Бұл мәзмұнларны yetkizishdən avval dаңлық психолог Freud білән Carl Gustav Jung haqidagi bir qism tafsilotlarni do'stlarga yetkazib o'tmoqchiman. Ba'zilar Einstein, Marx va Freudni dunyo tarixiga ta'sir ko'rsatgan 3 Yahudi deb ataydi. Einstein bilan Marx ayrim-ayrim holda insoniyatning yaqinqi zamon tabiiy fan va ijtimoiy fan sohasining bayroqdorlari hisoblandi. Ammo Freud bilan uning ro'yi analizlari psixika ilmining eng yuqori nuqtasida turgan. Mayli kishilar e'tirof qilsin, qilmasin, Freud psixologiya taraqqiyotiga zo'r tuhfa qo'shgan. Bu haqiqatan munozir talab qilmaydigan haqiqat. Xo'sh, undaq bo'lsa, Freud degan zot kim? Nurg'un do'stlarimiz Freud deb anglagan. Ya'ni mushu psixologiyaga qiziqadigan do'stlarimiz bo'lsa, Freud, Maslow qatorliq psixologlarning nomini anglagan bo'lishi mumkin. Freudning bir qism kitoblarimi bor, davlat tiliga tarjima qilingan. Andan keyin bizningki Uyg'ur tiliga tarjima qilingan bir parcha kitob bor. Kuch analizi deb bir kitob bor. Mush kitobni do'stlar o'qib baqsanglar bo'ladi. Undaq bo'lsa Freud zoti kim? 1856 yılı 5. ayının 6. günü Sigmund Freud Avstriyaning kichik shahri Freiburgda tug'ilgan. Hozir bu shahar Pühlbau deb atiladigan bo'lib, Chex Cumhuriyatiga tava. Bu 4 yosh vaqtida Freudning dadasi Jakob butun oila bo'yicha Vinaga ko'chib borgan. Freudning onasi dadasining ikkinchi ayoli edi. Freud kichigidan tortib onasining yanında cho'ng bo'lgan. Dadasi bilan munosabati yaxshi bo'lmaganlikdan hatto ba'zida yomonlashib qolgan. Keyincha tarjimashunoslarning qarashicha Freudning ta'limotidagi Oedipus holati dal uning ota-onasiga bo'lgan hissiyotidan kelgan. Freud intayin aqlli bo'lib, o'zining kelgusida bir ulug' olim bo'lganligiga qat'iy ishongan. 9 yosh vaqtida Freud Vinadagi eng dangliq o'rta maktab, spor o'rta maktabiga o'qishga kirgan. Freud bu maktabda 8 yil turgan. Hamda 6 yildagi natijasi uda birinchi bo'lgan. 1873 yili 17 yoshli Freud o'rta maktabni bitkizgan. Hamda shu yil kuzda Vina universitetining meditsina institutiga o'qishga kirgan. 19-asrda Vina universiteti ayni chog'dagi butkul Yevropadagi shundaqla dunyodagi dangliq universitetlarning birisi hisoblanadi. 1881 yılı 3. ayda 25 yoshli Freud meditsina imtihonidan o'tib, doktorlik unvoniga erishgan. Taxminan 2 yildan keyin u o'zining hayotidagi hamroyi Masha Bonus bilan uchrashdi. Ularning muhabbat yo'li ancha ravon bo'lmaydi, chunki Mashaning opasi Freudni Namrat deb qo'shilmaydi. 1883 yili Bonus xonim joyliq bilan Mashani ilib Hamburgga ko'chib boradi. Shuning bilan bir jup oshiq-mashiq ikki yerda seg'inish ichida 3 yilni o'tkazishga majbur bo'lib, 2000 parchadan ortiq xat yozishdi. 1885 yilda Freud hayotining bahor faslini kutib oldi. U Vina universitetining shaxsiy nutq so'zlash unvoniga erishdi. Hamda Bonus xonim oxir qizining nikoh ishiga qarshi turmaydigan bo'ldi. Yana bir xo'shallarlik ish shuki, Freud bir qimmatli o'qish mukofotiga erishib, Fransiyaga berib, bangliq ro'yi kasal mutaxassisi Sheik professor bilan birga ro'yi kasalliklarning kasallik sababi va davolashni tadqiq qilgan bo'lgan. Paris safari uning hayotiga zo'r burilish olib keladi. Sheik professorning har xil ro'yi kasalliklarga diagnoz qo'yishdiki, analizlarni anglash jarayonida uning eng cho'nqur ta'sir qilgani erlardagi asabiylik kasali bo'lib, bu xil kasallikda bemorda organik kasallik o'zgarish ko'rilmaydi, ya'ni nerv sistemasida kasallik yo'q, ammo nerv sistemasi kontrol qilayotgan put-qo'llar faolash bo'lib qoladi. Bu g'alati kasallikni nima keltirib chiqargan? Bemorning xiyoli. Biroq u Vinadagi chog'da Minut professor bu xil kasallik nerv organik zaxmiga uchrash sababidan kelib chiqadi degan. Bu yerda o'xshashla Freud gipnoz qilib davolashib boradi. Shuningdek keyin Freud o'zining buningdan keyingi tadqiqot nishonini aniq qilib bekitib oladi. Hamda buning uchun umr bo'yi tirishadi. Keyin Freud Vinada bo'lsin yoki Londonda bo'lsin,
o'zining ishxonasida ruhiy kasalliklar mutaxassisi sheyxning o'quvchilar oldida kasallikka diagnoz qo'yishi sizilgan maybo'yoq rasmini esib qo'ydi. Freud ilgari gipnoz qilib davolash orqali bir qism asabiylik kasalliklarini davolagan. Bu muvaffaqiyatlar u o'tirg'a qo'ygan psixik kasalliklarni davolash uchun cho'qim oldi bilan kasallikning yo'shirin ong sababini tepib chiqish lozim degan nuqta nazarni isbotlagan. Freudning kishilik qimmat qarshi mustaqil, ammo joyliq aloyidlikka ega. Chunki uning kishilik qimmat qarshida nurg'un determinizmlik qarashlar bor. Masalan, u yo'shirin ongning qo'zg'atishi va tabiiy iqtidorning kuchi odamning ish harakatini kontrol qiladi deb qaraydi. U odamning energiya sistemasi energiyaning saqlanish qonuniga bo'ysundi deb qaraydi. İnsani salohiyat taraqqiyot nazariyasida u jinsiy iqtidor taraqqiyoti degan nuqta nazarni o'tirib qo'ygan. U jins uqumini bunday ta'kidlaydi. Yana odamning insoniy salohiyat taraqqiyot nazariyasini psixikalik jinsiy havas taraqqiyot nazariyasi deb atagan. U badanninki o'zg'irlashini 5 bosqichga bo'lgan. Bular kalpuk mazgili, maqat mazgili, jinsiy mazgil, yo'shirin mazgil va ikki jins mazgildan iborat. Har bir mazgilda jins bilan munosabatlik bo'lgan alohida ziddiyatlar bor bo'lib, salohiyatning shakllanishi va taraqqiyoti bilan shaxsning dastlabki taraqqiyoti va jinsiy to'qinishini hal qilish usuli munosabatlik bo'ladi deb qaragan. Bu 5 bosqichda har bir bosqichning o'zininki taraqqiyot vazifasi bo'ladi. Hammasida taraqqiyot krizisi mavjud. Faqat mushu krizisni yengish o'tkili bo'lgandila andın o'ngishli holda keyingi o'tkalga kira oladi. Buning muhimi shuki, shaxsning har bir bosqichga ega bo'lgan alohida shaxsiy tajribasi uning alohida salohiyatini shakllantirdi. Hamda uning jamiyatga moslashishidagi har xil ifodalarni belgilaydi. Freud shuning uchun o'z nazariyasida chon turgan. Ammo uning agishib o'rgangan ba'zi o'quvchilar barbara uning ko'z qarashlarini qo'llamaganligi uchun uningdan yiroqlashga boshlagan. Buning ichida dal Carl Gustav Jung ismli dаңliq psixolog bor edi. Xo'sh, undaq bo'lsa, endi navbatda biz Carl Gustav Jung zodi kim degan tema ustida o'rtoqlashib o'taylik. Carl Gustav Jung asli Freudning eng e'tiborlaydigan shogirdlarining birisi edi. 1907-yili ikkisi tunji qatim ko'rishib do'st bo'lib ketgan. Freud ilgari Jungni mening qadrli do'stim deb atagan. Hatto o'zininki bilganlarining hammasini unga o'rgatib, uni o'zining izbosari qilmoqchi bo'lgan. Ammo Jung undaq qilmagan. Tadqiqotning taraqqiyotiga ergishib, u o'zi bilan muallimining ilmiy qarashlarida o'xshamaslikning borligini bayqagan. Bo'libmi u Freudning jins haqidagi nazariyalarga nurg'un gumoniy qarashda bo'lgan. Keyin ikkalan uzil kesil aloqasini uzib, Jung, ya'ni Carl Gustav Jung iqimini qurgan. Kishilar Jungni nihoyatda sirli odam deb tasvirlagan. Hatto uni asli nervi kesillik giribtor bo'lgan degan. Uning bilimi mo'l bo'lib qolmay, yana nihoyat ko'p sirli ilmiy uslublari bor bo'lib, qarmoqqa din bilan psixiklarlikda mangandek qiladi. Jungning salohiyat qarshi Freudnikida ijobiy bo'lib, keyingilarninki taqdirchilikni inkor qilgan pozitsiyasiga nisbatan aytganda, Jung insoniyatning istiqboliga nisbatan umidvor bo'lgan. U insonlarning o'zini kontrol qila oladiganligi, tangpunlikni saqlay oladiganligiga ishongan. Undan boshqa Jung Freudning panseksualizm nazariyasiga qattiq qarshi turgan. Bu nazariya jinsiy iqtidorning inson psixikasi va harakatiga bo'lgan ta'sirini mubolag'alashtirib o'tgan deb qaragan. Uning insoniy salohiyat taraqqiyot nazariyasida shaxsning psixikasi bir xil echilmagan aralash holatdan boshlandi. Odamning cho'ng bo'lishiga ergishib butun salohiyat mo'llashib boradi. Ongmi barbara xoslikqa ega bo'ladi. Shuning bilan odamning xarakteri farqli bo'lib yetiladi deb qaraldi. U odamning umri bog'lanishlik bo'ldi. Burilish mazgili bolalik, yoshlik va o'rta yoshlik mazgillarida ko'rildi. Bu 3 burilish nuqtasi dal insoniyat hayotini o'xshash bo'lmagan bosqichlarga bo'ladi deb qaragan. 1914-yili ilmiy jihatdagi bo'linish Jung bilan Freud o'rtasidagi do'stlikni butunlay oxirlashtirdi. Ustoz shogird ayrilgan shu vaqtdan boshlab toki o'lgichi qayta ko'rishib boqmaydi.
qandaqli bo'lishdan qat'iy nazar yang bir umr Freudga bo'lgan hurmatni saqlab kelgan. Bu ikki olimning talash tortishi qandaq bo'lishidan qat'iy nazar inkor qilishga bo'lmaydigani shuki, Karl Gustav Jung bilan Freud ikkalan psixologiyaning taraqqiyotiga nihoyat zo'r to'hpalarni qo'shgan. Xo'sh do'stlar, bugun do'stlarimiz bilan birlikda salohiyat psixologiyasi haqida to'xtalib, danglik psixolog Freud bilan Karl Gustavni bir qur tunishtirib o'tgan bo'ldik. Demak, endi ilm-fan sohasida biz yuqorqi ikki shaxsni tonishtirish jarayonida shuni bayqadikki, ilm-fan haqiqatni asos qiladi. Masalan, qarg'alachi agishish, masalan, ma'lum birisi o'tirib qo'ygan ma'lum bir nazariyaga qarg'alachi agishish, bu ilm ahlininki qiladigan ish emas. Qaraydigan bo'lsak, Freudning shogirdi Karl Gustav Jung o'zi ustozidan ta'lim olgan turuqliq oxirida ustoziga yuraklik holda qarshi chiqalgan. Ya'ni o'zininki o'ziga xos bo'lgan bir ilmiy nazariyasini o'tirib qo'ya olgan. Demak, ilm-fanning o'zi mana shunday turli ziddiyatlar ichida taraqqiy qildi. Demak, psixologiya ham buning ichida degan gap. Xo'sh do'stlar, bugun do'stlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan temamiz mushunchalik bo'lsin. Bugungi mazmunda danglik psixologlardan Freud bilan Karl Gustav Jungni tanishtirib o'tgan bo'ldik. Keyingi mazmunlarda balkim bugungi mazmunimizning temasi bo'lgan salohiyat psixologiyasi haqidagi texmo ommabop turmushlik bilimlarni do'stlar bilan o'rtoqlashishimiz mumkin. Bo'ldi do'stlar, undaq bo'lsa, atiki mazmunlarda sirdoshqicha tininglarga saqliq, kechlik uyqunglarga rahatlik tilayman. Xayr.